Mana bugun Tojikistondan Parviz akamiz tashrif buyurdilar. Instrumentlar qilib beryapmiz va bitta yaxshi narsani eshitamiz doimman. Ovozlarini eshitdim. Alloh taolo bergan ovozlari bor ekan. Bir eshitamiz, bahramand bo'lasizlar. Baho berasizlar. Marhamat. کوههای سر بلنده جایگاهی شهر مردان سر بلنده هموار با کابا کوههای سر بلنده جایگاهی شهر مردان سر بلنده هموار با کابا مردان بلند بخار دارد مسجد من باید میخونم از دل و جونم بحری شمایا ای هم زبونم من باید میخونم از دل و جونم بحری شمایا ای هم زبونم تو زنده های که سر نوشته در دوگی زبونی همه شیشتای مست شد تو زنده های که سر نوشتای مست شد من دوزخی باشم که دروغت گویم یک گوشه دید کشی بهشتای مست شد یک گوشه دید کشی بهشتای مست شهیدی کشی بهش تایمز شو ازبکستان تاجیکستان همیشه با پیش olg'a O'zbekiston, Tojikiston bapesh. Parviz akam ovozlarini eshitdinglar mana. Omon bo'linglar. Mana ovozlari bahramand bo'ldik. Ovozlarni Alloh taolo umringizga, rizqingizga baraka bersin. Okay? Tojikiston, O'zbekiston bapesh. Kimga shunaqa instrumentlar kerak bo'lsa, instrumentni olib qo'ying. Jo'natib qo'yasizlar. Bemalol Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Xitoydagi Uyg'urlar, Ozarbayjon, Turkiya, O'rta Osiyo uchun marhamat yetkazib beramiz. Omon bo'ling aka. Salomat bo'linglar. Bizdan kuzatishda davom etinglar.